Efiopiyada mundaq bir sirli qabila bor bo'lib, ayollar kalpukiga taxsi o'rnatib oladi. Shunga ularmi kalpuk taxsi qabilasi deb ataladi. Bu yer qadimiy Afrika cho'ng quruqligi, insonlarning manbasi. Bu qabila dunyodagi eng o'zgacha kalpuk bizikiga ega. Ayollar kalpukini teshib, unda muvofiq bir taxsi o'rnatib oladi. Bu qadimgi an'ana insonlarning eng burungi bizaklarining biri bo'lib qoldi. Bu da sirliq Morsi qabilasi. Efiopiyaning janubidagi Omo jilg'isi yer tavra sharqida paydo bo'lgan. Bu yer insonlarning tashqatmasi eng burun bayqagan joy. Masalan, insonlarning dastlabki holati bo'lgan janubiy qadimki odamsimon maymuni. Bu yer insonlarning buyishki deb qaralib kelmoqda. Omo jilg'isida 10 necha qabila o'ltiraqlashgan. Bu Morsi kenti bo'lib, shu vaqtda kentda yashanganlar va bolalar qoladi. Bu yerdagi uylar nihoyat oddiy bo'lib, hammasi daraxt shaxlari va shalpaqildan yasaladi. Ayollar uyda yemeklik tayyorlayotadi. Oqqonoq bilan ko'mmoqnoq Morsi odamlarning asosli yemekligi. Oshliqni ezib talqon qilish ayollarning har kuni cho'qim qiladigan ishlarning biri. Bu sirli qabilaning kishilar 1970-yili ondan tushunishga boshlagan. Nurg'un yillar ilgari angliyalik bir insonshunos bu yerga kelgan. Ular tashqi dunyodan butunlay ayrilgan. Hatto ularning davlatining Efiopiya ekanligini bilmaydi. Hozir 6 mingdan ortiq Morsi qabila odamlari Omo jilg'isida turadi. Kishilarning eng diqqatini tortadigan yana ularning o'zgacha kalpuk biziki. Ayollar xizmat qilgan yoki tamoq yeb uxlagan chaqdalar ondan taxsilarini elib o'tadi. Bu an'ana zodi qayerdan kelgan? Yerli qabila oqsoqollarining tunishtirishicha, ayollarning og'ziga bir taxsi o'rnatishga sabab ayollarning urush mezgilida boshqa qabilalar tarafidan tutqun qilinishining oldini olish uchun ekan. Taxsi laydan yasalgan. Ayollar kalpuk taxsi o'rnatish ularni urush va kasallikdan yiroqlashtiradi deb qaraydi. Lekin sirtdan kelgan madaniyatning ta'sirida hozir nurg'un ayollar kalpuk taxsi qochirishni rad qiladi. Bu kishilar bugun texmi cho'ng o'lchamdagi taxsi yasaydi. 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan Morsi ayollari levin teshib saqaygandan keyin taxsi o'rnatib oladi. Nihoyat kichik taxsidan asta-asta 20 sm atrofidagi cho'ng taxsilarga almashtiradi. Bu yerdagi kalpuk taxsi eng cho'ng ayol qabila boshlig'ining ikkinchi ayoli bo'lib, u har haftada bir qatam texmi cho'ng rasmiga almashtiradi. G'oyatlar kalpuk taxsi bo'lg'achqa to'y qilganda u 50 tuyoq kalni to'yli qilib tashirib olgan. Morsi qabilasida kalpuk taxsining cho'ng kichikligi go'zallik va boylikning simvoli. Kalpuk taxsi yasaganda imkon qadar nefis qilib eg'irlikni yeniklatadi. Gervaklarga eriqcha yasash orqali kalpukda ching turg'izadi. Ular kalpuk taxsining yuziga o'zlari yaxshi ko'radigan naqshlarni sizib oladi. Kunning asosida qorong'ulashiga ergishib, kenatmo ovotlashishga boshladi. Kishilar o'tqalab tamoq etishga boshladi. Kali boqadigan ellarmo kalpadlarni haydab kenatga qaytib keldi. Qo'yiq istitak ularning kalpadlarini parakana qiladigan ziyondash hasharotlarni qo'lib etishga yordam berdi. Xizmat qilib qaytib kelgan ellar uchun tamoq tayyorlash uyda qolgan ayollarning burchi. Oschi ismli bu yigit kun bo'yi kali boqatdi. U herib holdan ketgan bo'lib, singlisi Diyavli yotib qolganda onun deyalaydi. Oksimal ikkisi necha yil ilgari ota-onasini ayrilib qolgan. Ular o'zaro qarshi tarafdan holdan xabar oldi. Umoch ularni bugungi kechlik tamoqqa Diyavli Ostidan burun to'y qildi. Chunki singlisi to'y qilsa bir kala to'yliq olalaydi. Bunday bo'lganda aksi xotin oldigan bir kaliga erishalaydi. Morislar to'y qilganda allar cho'qim qiz tarafga bir kalni to'yliq qilib berish kerak. Kelinchakning kalpuk taxsi qancha cho'ng bo'lsa, kalning soni shuncha ko'p bo'ladi. Kala intayin qimmatli boylar. Kala ularni sut, kaliqini, kaligo'shi va kun xurum bilan ta'minlaydi. Morislar uchun aytganda kala ularning umrlik hamrohi. Jirik qabila boshlig'ining kalisini beqiyotdi. U kichkina ota-onasini ayrilib, yolg'iz turmush kechirdi. Jirikning kalisi yo'q bo'lg'achqa Diyavli bilan muhabbatlashgan taqdirdami ular to'y qila olmaydi. Tushda ular kalni qilni elib, tushlik tamoq qiladi. Morislar qonun ularning kuch-quvvatga to'ldirganligi g'ishinida. Jirikning orzusi o'zini o'tmay o'tkaziladigan Donga bayramining g'alabasini qo'lga keltirish edi. Shundoq bo'lganda u bir kaliga erishib, yaxshi ko'rgan Diyavli bilan to'y qila oladi. Tushda ayollar cho'gini ko'tarib suv manbasini izlaydi. Bu yer ular bayqagan qimmatli suv ko'lchiki. Agar qurg'oqchilik fasli kelib qolsa, ular necha soat ma'g'andan keyin ondan bundan nechasi kichik suv ko'lchikini aran topalaydi. Bahor kelganda bu yer suv ichilgan oltin zimin bo'lib qolmay, yana yigitlar bilan qizlarning uchrashadigan joyi bo'lib qoladi. Bugun Jirik qiz do'sti Diyavli bilan ko'rishdi. Ular qarshi tarafdan quchoqlab qo'yilmaydi. Chunki Jirikning kalisi bo'lmag'achqa ularning badani o'zaro uchrashsa bo'lmaydi. Jirik uningga o'zining Donga bayramining g'alabasini qo'lga keltirganligini, vaqt kelganda ikkilarning qonunliq arxutum bo'la oladiganligini aytdi. Bugun Moris polvonlari qurol yasaydigan yog'och materiallarni tanladi. Bu xildara qattiq bo'lib, elish qurol yasashga nihoyat mos keladi. Donga bayramining an'anasi qabilalar orasidagi jondan kelgan bo'lib, har bir odam bayramdan burun bir mezgil mashq qiladi. Ancha yiroq bo'lmagan kanatda kelgan xabardan qaraganda, Tayvan bir kalni tishlab o'ltirib qo'yibdi. Kaligisi bala kanat aholisining mazali kaligishidan eg'iz tegishga taklif qildi. Bunday fursat ko'p uchramaydi. Hech kim o'zining kalisini o'zi o'ltirib o'tmaydi. Ko'p qilingan kaligishni Donga bayramiga qatnashgan azmatlar edi. Yashanganlar va bolalarga mo ozroq kaligishi taqsim qilinadi. Eshib qolgan go'shtni kaligisi saqlaydi. Bugun mahallaning tanlash musobaqasi bo'lib, allar badanni pokiz yuvib, loy to'plarni suvab, ustiga o'zi yaxshi ko'radigan naqshlarni sizidi. Bu xil xoslikqa ega bezaklar qabildagi ayollarning diqqatini tortadi. Musobaqa boshlanishdan burun ular bir maydon alohida murosim olib boradi. Buna qilganda musobaqa jangchilarining jasoratini oshirg'il bo'ladi. Ular bosh qismi va muhim qismini raqib bilan o'rab qo'ydi. Jirikning jangga tunji qadam qatnashishi bo'lg'achqa tajribasi kamchil bo'lib, tezda maydondan tushib ketdi. Diyavli uningga bir qapoq suv kelib berdi. Jirik Diyavli o'zining Donga bayramining hal qilg'ich musobaqaga qatnashish fursatini qo'lga keltirish uchun tirishib mashq qildiganligiga kafolat qildi. Ularning an'anasining mangu davomlashishini umid qilamiz. Bunday o'yrib odatlar qarta sizning qanday fikringiz borligini bilmadim. Undaqda inkos rayonida so'z qoldirishni unutmang. Mazmun zarri charg'an bo'lsa, yulduz belgisi besib qo'ying. Qo'llash shunchalik oddiy.